Bugun men pensiya guvohnomasi haqida ko'pchilik bilmaydigan, lekin har bir pensionerning cho'tagiga, huquqiga va kundalik hayotiga bevosita ta'sir qiladigan juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Ko'p odamlar pensiya guvohnomasini faqat men pensionerman degan oddiy qog'oz yoki plastik karta deb o'ylaydi. Aslida esa bu hujjat ayrim holatlarda pulingizni tejashi, navbatlarda yordam berishi, imtiyozlardan foydalanishga yo'l ochishi va eng muhimi, o'z huquqingizni talab qilishda asos bo'lishi mumkin. Bu ma'lumot faqat bugun pensiya olayotganlar uchun emas. Bu ota-onasi pensioner bo'lganlar, yaqinda pensiyaga chiqadiganlar, nogironligi bo'yicha pensiya oladiganlar, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar uchun ham juda muhim. Chunki odam bilmagan huquqidan foydalana olmaydi. Shuning uchun hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, qarindoshlaringizga yuboring. Men bugun pensiya guvohnomasining ular ko'p gapirmaydigan, to'qi yashirin imkoniyatini sodda tilda real hayotdagi misollar bilan tushuntiraman. Avval pensiya guvohnomasi deganda odamlar asosan pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjatni tushunardi. Uni ko'rsatib ayrim joylarda men pensiyaman deb isbotlash mumkin edi. Lekin ko'p hollarda odamlar bu hujjatni uyda eski papkada saqlab qo'yishardi. Zarurat bo'lganda topilmay qolardi, rasmiy eskirib ketardi. Ma'lumotlar o'zgargan bo'lardi yoki guvohnoma umuman yaroqsiz holga kelardi. Hozir vaziyat ancha o'zgargan. Davlat xizmatlari raqamlashmoqda, pensiya tizimida elektron ma'lumotlar bazasi kuchaymoqda. Ko'plab tashkilotlar pensioner maqomini hujjat yoki elektron ma'lumot orqali tekshirishi mumkin. Lekin bu yerda bitta nozik masala bor. Tizim raqamlashgani bilan odamning o'zi o'z huquqini bilmasa, hech kim uning ortidan yugurib imtiyozlarni avtomatik berib yurmaydi. Ayrim imtiyozlar uchun ariza kerak, ayrim joylarda guvohnomani ko'rsatish kerak. Ayrim holatlarda esa qo'shimcha hujjat talab qilinadi. Masalan, bir pensioner har oy dori-darmonga 300 ming so'm sarflaydi. U pensiya guvohnomasi orqali ayrim dorixonalarda chegirma bo'lishi mumkinligini bilmaydi. Ikkinchi pensioner kommunal to'lovlar bo'yicha mahallaviy tartibda yordam olish mumkinligini eshitmagan. Uchinchi odam sanatoriy yo'llanmasi haqida faqat boshqalardan eshitadi. Lekin qayerga murojaat qilishni bilmagani uchun yillar davomida foydalanmaydi. Mana muammo shunda, imkoniyat bor, lekin odamga yetib bormaydi. Men bugun aytadigan 9 imkoniyatni yashirin deb atashimning sababi ular sir bo'lgani uchun emas, balki ko'pchilikka amalda tushuntirilmagani uchun. Qonunlarda, tartiblarda, mahalliy qarorlarda, ijtimoiy yordam mexanizmlarida imkoniyatlar bor, lekin oddiy odam ularni qayerdan izlashni bilmaydi. Pensiya guvohnomasining eng birinchi va eng muhim vazifasi sizning pensioner ekaningizni rasmiy tasdiqlashdir. Bu juda oddiy tuyuladi, lekin hayotda ko'p vaziyatlarda aynan shu hujjat vaqtni, asabni va pulni tejaydi. Masalan, bankka borib pensiya kartangiz bo'yicha masalani hal qilmoqchisiz. Xodim sizdan shaxsni tasdiqlovchi hujjat so'raydi, lekin ayrim ijtimoiy masalalarda pensioner maqomingiz ham kerak bo'ladi. Agar yoningizda pensiya guvohnomasi bo'lsa, gap cho'zilmaydi. Yana bir misol. Ayol 60 yoshdan oshgan, lekin tashqi ko'rinishdan yoshroq ko'rinadi. Transportda, poliklinikada yoki ijtimoiy xizmat idorasida undan yoshini. Maqomni tasdiqlashni so'rashlari mumkin. Men pensiyaman degan gap og'zaki dalil bo'lmaydi. Guvohnoma esa rasmiy asos bo'ladi. Shu sababli men har doim pensionerlarga guvohnomaning asl nusxasini ehtiyot qilishni, lekin uning nusxasini yoki elektron rasmini telefonda saqlashni maslahat beraman. Ko'pchilik transport imtiyozlarini hamma joyda bir xil deb o'ylaydi. Aslida bunday emas. Transport bo'yicha imtiyozlar hududga, transport turiga, mahalliy qarorlarga, pensionerning toifasiga qarab farq qilishi mumkin. Ayrim hollarda yoshga doir pensionerlarga ma'lum chegirmalar bo'ladi. Ayrim hollarda nogironligi bo'lgan shaxslar, urush qatnashchilari, mehnat faxriylari yoki alohida ijtimoiy toifadagilar uchun alohida tartib bo'ladi. Masalan, Toshkentda yashovchi pensioner bilan viloyatdagi tuman markazida yashovchi pensionerning transport imkoniyatlari bir xil bo'lmasligi mumkin. Kimdir avtobusda chegirma kutadi. Lekin bu aynan o'sha yo'nalishda amal qilmasligi mumkin. Yana kimdir poyezdda imtiyoz bor deb o'ylaydi, lekin chipta olayotganda toifasi, sanasi yoki yo'nalishi muhim bo'lib chiqadi. Shuning uchun men bitta narsani aniq aytaman. Pensiya guvohnomasini ko'rsatish huquqni talab qilishning boshlanishi
Lekin har bir transport turida amaldagi tartibni alohida tekshirish kerak. Agar siz oyiga 10 marta shaharga borib kelsangiz va har safar saqim so'mdan yo'l haqi sarflasangiz, bir oyda saqitamatta 1000 so'm, bir yilda 906 ming so'm bo'ladi. Agar sizga ma'lum chegirma tegishli bo'lsa va siz undan foydalanmasangiz, bu pul sekin asta yo'qotilgan daromadga aylanadi. Shuning uchun transport kassasida, avtobus korxonasida yoki mahalliy hokimlikdagi ijtimoiy bo'limda pensionerlar uchun qanday imtiyoz bor? Guvohnoma yetarlimi yoki qo'shimcha hujjat kerakmi deb aniq so'rash kerak. Pensiya yoshidagi odamlar ko'pincha poliklinika, shifoxona, laboratoriya, dorixona bilan ko'proq ishlaydi. Pensiya guvohnomasi bu yerda ham muhim. Ba'zi tibbiy xizmatlar bepul, ba'zilari navbat asosida. Ba'zilari imtiyozli toifalar uchun alohida tartibda ko'rsatilishi mumkin. Lekin odam o'z maqomini ko'rsatmasa, uni oddiy bemor sifatida umumiy navbatga qo'yishlari mumkin. Real holatni olaylik. 6 yoshli ota qon bosimi, yurak va qand kasalligi bilan poliklinikaga qatnaydi. U har oy doriga 400 ming so'm sarflaydi. Shifokor unga ayrim dori vositalari imtiyozli ro'yxat bo'yicha berilishi mumkinligini aytmagan bo'lishi mumkin. Ota esa so'ramagan. Natijada 3 oyda 2 million 200 ming so'm xarajat qiladi. Agar u oilaviy shifokorga, poliklinika mudiriga yoki tuman tibbiyot birlashmasiga pensiya guvohnomasi va tibbiy hujjatlari bilan murojaat qilsa, unga qaysi yordamlar tegishli yoki tegishli emasligi aniq tushuntiriladi. Men bu yerda noto'g'ri umid bermoqchi emasman. Hamma dori ham bepul berilmaydi. Hamma pensioner ham barcha xizmatdan navbatsiz foydalanmaydi. Lekin siz so'ramasangiz, tizim siz uchun avtomatik ishlamasligi mumkin. Guvohnoma, pasport yoki ID karta, ambulator karta, tashxislar, shifokor xulosasi bilan murojaat qiling. Menga pensioner sifatida qanday tibbiy imtiyozlar bor deb yozma yoki og'zaki so'rang. Eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan imkoniyatlardan biri sanatoriy yo'llanmasidir. Ko'p pensionerlar sanatoriy faqat tanishi borlarga, faqat katta lavozimdagilarga yoki faqat pul to'laganlarga deb o'ylaydi. Amalda esa ijtimoiy himoya tizimi, tibbiyot muassasalari, ayrim tashkilotlar orqali pensionerlar uchun yo'llanmalar ajratilishi mumkin. Bu yo'llanmalar to'liq bepul, qisman to'lovli yoki imtiyozli bo'lishi mumkin. Misol uchun 7-2 yoshli ona bel og'rig'i va qon bosimi bilan yillar davomida qiynaladi. U sanatoriyga borish uchun 4-5 million so'm kerak deb o'ylaydi va umuman harakat qilmaydi. Aslida u poliklinikadagi shifokoridan sanatoriy davolanishiga ehtiyoj bor yo'qligi haqida xulosa olishi. Keyin ijtimoiy himoya bo'limi yoki tegishli tashkilotga murojaat qilishi mumkin. Bu bir kunda hal bo'lmasligi mumkin, navbat bo'lishi mumkin. Lekin imkoniyatni tekshirmaslik katta xato. Bu yerda pensiya guvohnomasi nima uchun kerak? Chunki u sizning ijtimoiy maqomingizni tasdiqlaydi. Bundan tashqari, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, tibbiy ma'lumotnoma, tashxis, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar so'ralishi mumkin. Men har doim shuni aytaman. Sanatoriyga borish faqat dam olish emas, balki kasallikni og'irlashtirmaslik, dori xarajatini kamaytirish va hayot sifatini oshirish vositasidir. Pensiya guvohnomasi kommunal to'lovlarni avtomatik kamaytirib yuboradi deb o'ylash noto'g'ri. Lekin u ijtimoiy yordam olishda, kam ta'minlanganlik holatini ko'rsatishda, yolg'iz yashovchi pensioner maqomini tasdiqlashda muhim hujjatlardan biri bo'lishi mumkin. Ayniqsa yolg'iz keksalar, nogironligi bor pensionerlar, boquvchisiz qolganlar, uyida kasal qarovchisiz yashayotganlar uchun bu juda muhim. Masalan, pensioner ona yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 900 ming so'm. Qishda gaz va elektr to'lovi oshib ketadi. U har oy doriga ham pul sarflaydi. Bunday holatda u mahalla ijtimoiy himoya organlari yoki tegishli davlat xizmatlari orqali moddiy yordam, kompensatsiya yoki boshqa ko'mak va imkoniyatlarni tekshirishi kerak. Pensiya guvohnomasi bu jarayonda mening doimiy daromad manbam pensiya. Men pensiyaman degan holatni tasdiqlaydi. Ayrim odamlar men so'rasam uyat bo'ladi deydi. Men ekspert sifatida aniq aytaman, qonuniy yordamni so'rash uyat emas, uyat bo'ladi degani. Huquqingiz bor bo'lsa ham bilmasdan qiynalib yurish. Siz hech kimdan sadaqa so'ramayapsiz, siz davlat belgilagan ijtimoiy mexanizmdan foydalanmoqchisiz. Bugungi kunda pensiyaning katta qismi bank kartalari orqali beriladi. Karta yo'qolishi, PIN kod unutilishi, kartadan pul yechishda muammo bo'lishi, bankomat pul bermasligi, SMS xabarnoma ishlamasligi, firibgarlik holatlari bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatlarda pensiya guvohnomasi bevosita har doim yetarli bo'lmasligi mumkin.
lekin pensiya oluvchi maqomini tushuntirishda va bank xodimlari bilan masalani aniqlashtirishda yordam beradi. Misol uchun 75 yoshli ota kartasidan 500 ming so'm yechilganini ko'radi, lekin o'zi yechmagan. Banka borganda hujjatlarni tartibli olib borish kerak. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, telefon raqami, oxirgi operatsiyalar bo'yicha ma'lumot. Agar u men pensiya olaman, bu mening asosiy daromadim deb aniq ko'rsatsa, murojaatning ijtimoiy ahamiyati ham tushunarli bo'ladi. Albatta, bank qonun bo'yicha tekshiradi. Lekin hujjatlar to'liq bo'lsa, jarayon ancha sirli kechadi. Bu yerda yana bir maslahat. Pensionerlar telefoniga kelgan kodni hech kimga aytmasin. Men pensiya jamg'armasidanman, bankdanman. Guvohnomangizni yangilaymiz deb qo'ng'iroq qilgan odamga karta raqami, SMS kod, PIN kod berilmaydi. Pensiya guvohnomasi borligi sizni himoya qilmaydi, agar siz firibgarga kodni o'zingiz aytsangiz. Shuning uchun guvohnoma bilan birga moliyaviy ehtiyotkorlik ham shart. Ko'pchilik pensionerlar soliq masalasida o'z huquqlarini bilmaydi. Mulk solig'i, yer solig'i, ayrim mahalliy yig'imlar, subsidiya va kompensatsiyalar bo'yicha pensionerlar uchun turli tartiblar bo'lishi mumkin. Bu tartiblar yildan yilga o'zgarishi ham mumkin. Shuning uchun pensiya guvohnomasi bu jarayonda maqomni tasdiqlovchi hujjat sifatida kerak bo'ladi. Misol uchun, pensioner otaning nomida kichik hovli bor. U har yili yer va mulk solig'i bo'yicha xabarnoma oladi. U hamma to'laydi, men ham to'layman deb tekshirmaydi. Balki unga ma'lum chegirma yoki imtiyoz tegishli emasdir. Bu ham mumkin, lekin balki tegishlidir. Farq nimada? Farq shundaki, birinchi holatda u qonuniy majburiyatni bajaradi. Ikkinchi holatda esa bilmasdan ortiqcha to'lov qilishi mumkin. Agar yillik soliq 300 ming so'm bo'lsa, 5 yilda bu 1 million 500 ming so'm bo'ladi. Pensiyon uchun bu kichik pul emas. Men tavsiya qilaman. Soliq idorasiga yoki elektron soliq xizmatlariga murojaat qiling. Men pensionerman. Menga mulk yoki yer solig'i bo'yicha qanday imtiyoz bor deb so'rang. Yoningizda ID karta, pensiya guvohnomasi, kadastr hujjatlari yoki mulk ma'lumotlari bo'lsin. Har doim og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Zarur bo'lsa yozma tushuntirish so'rang. Pensionerlar orasida eng e'tibordan chetda qoladigan guruh bu yolg'iz yashaydigan, harakatlanish qiyin, farzandlari boshqa joyda bo'lgan yoki doimiy parvarishga muhtoj keksalardir. Bunday insonlar uchun uyda ijtimoiy xizmat, oziq-ovqat yoki dori olib kelishda ko'mak, maishiy masalalarda yordam, reabilitatsiya vositalari kabi imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Bularning hammasi hammaga bir xil berilmaydi, lekin tekshirishga arziydi. Masalan, 80 yoshli bu ikkinchi qavatda yashaydi. Oyog'i og'riydi. Bozordan mahsulot olib kelishga qiynaladi. Pensiyasi bor, lekin jismonan kuchi yo'q. Qo'shnilar vaqti bilan yordam beradi, lekin bu doimiy yechim emas. Bunday vaziyatda mahalla ijtimoiy xodimlar, tuman ijtimoiy himoya bo'limi orqali ehtiyoj baholanishi mumkin. Pensiya guvohnomasi, tibbiy xulosa, yashash sharoiti haqidagi ma'lumotlar bu jarayonda muhim bo'ladi. Bu yerda bir nozik jihat bor. Ko'p keksalar farzandlarim bor, demak menga yordam berishmaydi deb o'ylaydi. Har doim ham masala shunday oddiy emas. Farzand borligi, uning qayerda yashashi, moddiy imkoniyati, pensionerning sog'ligi, yolg'iz yashashi kabi omillar alohida ko'rilishi mumkin. Shuning uchun oldindan o'zingizni rad qilmang. Murojaat qiling, holatingizni tushuntiring, hujjatlarni topshiring, keyin rasmiy javob oling. Pensiya guvohnomasi faqat pul olish uchun emas. Ayrim huquqiy vaziyatlarda ham yordamchi hujjat bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner notariusga borib ishonchnoma bermoqchi, bankdagi pensiyasini farzandi olib turishi uchun vakolat rasmiylashtirmoqchi. Uy-joy masalasida ariza bermoqchi yoki ijtimoiy himoya bo'yicha shikoyat yozmoqchi. Bu holatlarda asosiy hujjat pasport yoki ID karta bo'ladi. Lekin pensiya guvohnomasi maqomni tasdiqlovchi qo'shimcha hujjat sifatida muhim. Real misol, ota yura olmaydi. Pensiya kartasini o'zi boshqara olmaydi. Farzandi har oy yordam beradi. Lekin hamma ishni og'zaki qilish xavfli. Ertaga oila ichida nizo chiqsa, pul qayerga ketgani savol bo'ladi. To'g'ri yo'l. Notarial ishonchnoma, bank tartibi, pensionerning roziligi, hujjatlar rasmiy bo'lishi. Pensiya guvohnomasi bu jarayonda otaning pensioner maqomini ko'rsatadi, lekin uning o'rniga imzo qo'yish huquqini bermaydi. Huquqiy ishda hamma narsa tartib bilan bo'lishi kerak. Endi kimlar ayniqsa xushyor bo'lish kerakligini tushuntiraman. Birinchi guruh yolg'iz yashovchi pensionerlar.
ular ko'pincha yordam so'rashga uyaladi. Hujjat yig'ishga qiynaladi, telefon orqali aldovlarga ko'proq duch keladi. Agar sizning mahallangizda shunday odam bo'lsa, unga bu ma'lumotni yetkazing. Ikkinchi guruh nogironligi bo'yicha pensiya oluvchilar. Ularda pensiya guvohnomasidan tashqari nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar, tibbiy xulosalar, reabilitatsiya vositalari bo'yicha hujjatlar ham muhim bo'ladi. Ular transport, tibbiyot, protez ortopediya, reabilitatsiya, uyda yordam kabi masalalarda alohida huquqlarga ega bo'lishi mumkin. Lekin har bir huquq uchun alohida tartib bor. Uchinchi guruh o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Bu yerda bolalar, talaba yoshlar, nogironligi bo'lgan oila a'zolari bo'lishi mumkin. Hujjatlar muddati, o'qish joyidan ma'lumotnoma, yosh chegarasi kabi masalalar juda muhim. Bir hujjat vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Keyin uni tiklash uchun vaqt ketadi. 4-guruh pensiyaga endi chiqqanlar. Ko'p odam pensiya tayinlangandan keyin bo'ldi, hammasi tugadi deb o'ylaydi. Aslida yangi bosqich boshlanadi. Siz pensiya guvohnomangizni tekshirishingiz, ma'lumotlar to'g'ri yozilganini ko'rishingiz, bank kartangiz xavfsizligini ta'minlashingiz, tibbiy, soliq, kommunal, ijtimoiy yordam imkoniyatlarini alohida o'rganishingiz kerak. Kimlar ortiqcha xavotir qilmasligi kerak? Agar sizning guvohnomangizdagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, pensiya vaqtida tushayotgan bo'lsa, sog'lig'ingiz bo'yicha alohida ehtiyoj yo'q bo'lsa, soliq va kommunal masalalaringiz tartibda bo'lsa, vahima qilish shart emas. Lekin baribir yiliga kamida bir marta hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. Chunki tartiblar o'zgarishi, yangi xizmatlar paydo bo'lishi, eski imtiyozlar bekor bo'lishi yoki boshqacha shaklga o'tishi mumkin. Eng katta tuzoq menga tanishim shunday dedi degan gapga ishonish. Pensiya va imtiyoz masalalarida qo'shnining tajribasi sizga to'liq mos kelmasligi mumkin. Qo'shningiz nogironlik toifasi bo'yicha imtiyoz olgan bo'lishi mumkin. Siz esa yoshga doir pensionersiz. Yoki u boshqa tumanda yashaydi. U yerda mahalliy yordam boshqacha. Shuning uchun har bir ma'lumotni rasmiy manbadan tekshiring. Ikkinchi tuzoq, hujjat muddati va ma'lumotlarning eskirishi. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, pensiya turi o'zgargan bo'lsa, nogironlik guruhi qayta ko'rilgan bo'lsa, eski ma'lumot bilan yurish muammo tug'diradi. Bankda, poliklinikada, ijtimoiy himoya organida ma'lumotlar mos kelmasa, sizdan qo'shimcha tekshiruv so'raladi. 3-tuzoq. Guvohnomani begonalarga berib yuborish. Ba'zi odamlar men sizga imtiyoz chiqarib beraman deb pensionerning hujjatlarini olib ketadi. Hech qachon asl hujjatni ishonchsiz odamga bermang. Zarur bo'lsa nusxa bering, lekin aslini faqat rasmiy idorada o'zingiz ishtirokida ko'rsating. Hujjatdagi shaxsiy ma'lumotlar ham himoya qilinishi kerak. 4-nozik jihat, pensiya guvohnomasi barcha eshiklarni ochadigan sehrli kalit emas. U huquqni tasdiqlash vositasi. Lekin har bir imtiyoz uchun alohida shart bo'lishi mumkin. Yosh, daromad, sog'liq holati, nogironlik guruhi, yashash joyi, oilaviy ahvol, mulk mavjudligi, ariza berish muddati. Shuning uchun guvohnomam bor, demak hammasi menga tegishli deb o'ylamang. Lekin baribir menga hech narsa berishmaydi deb ham voz kechmang. 5-nozik jihat, yozma murojaatning kuchi. Og'zaki so'rasangiz, yo'q deb yuborishlari mumkin. Yozma ariza bersangiz, unga rasmiy javob berilishi kerak. Rasmiy javob esa keyingi bosqichda shikoyat qilish, qayta ko'rib chiqish yoki tushuntirish olish uchun asos bo'ladi. Men har doim pensionerlarga va ularning farzandlariga shuni aytaman. Muhim masalada faqat og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Birinchi qadam, pensiya guvohnomangizni toping va tekshiring. Ism, familiya, tug'ilgan sana, pensiya turi, berilgan sana, muhr yoki elektron tasdiq, boshqa ma'lumotlar to'g'ri ekanini ko'ring. Agar xato bo'lsa, uni keyinga qoldirmang. Ikkinchi qadam, hujjatlar papkasini tayyorlang. Unda ID karta yoki pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi, bank karta ma'lumotlari, tibbiy xulosalar, nogironlik hujjatlari bo'lsa, ularning nusxasi, kadastr yoki uy hujjatlari, soliq xabarnomalari, kommunal to'lov kvitansiyalari bo'lsin. Har bir hujjatni alohida faylga soling. Bu oddiy ishdek ko'rinadi, lekin idoraga borganda vaqtni juda tejaydi. 3-qadam, mahallaga boring. Mahalla raisi yoki ijtimoiy xodimdan pensionerlar uchun mavjud yordamlar. Yolg'iz keksalar ro'yxati, moddiy yordam, oziq-ovqat yordami, uyda parvarish imkoniyatlari haqida so'rang. Savolni aniq bering. Men pensionerman. Mening holatimda qaysi yordamlarni tekshirishim mumkin?
To'rtinchi qadam. Poliklinikaga murojaat qiling. Oilaviy shifokordan sog'liq holatingiz bo'yicha imtiyozli dori, sanatoriy yo'llanmasi, reabilitatsiya, to'r mutaxassis ko'rigi bo'yicha qanday tartib borligini so'rang. Agar kasalligingiz surunkali bo'lsa, tashxislar yozilgan tibbiy hujjatlaringizni tartibga keltiring. 5-qadam. Sog'liq va kommunal masalalarni tekshiring. Mulk yoki yer sizning nomingizda bo'lsa, soliq imtiyozi bor yo'qligini aniqlang. Kommunal to'lov bo'yicha qarz, subsidiya yoki kompensatsiya imkoniyatlari bo'lsa, mahalla yoki tegishli xizmatlardan so'rang. 6-qadam. Bank xavfsizligini tekshiring. Pensiya tushadigan kartangizning SME xabarnomasi ishlayaptimi? Telefon raqami siznikimi? Kartani begona odam ishlatmayaptimi? PIN kodini hech kim bilmaydimi? Shularni nazorat qiling. Agar farzandingiz yordam bersa ham, hammasi ishonch va rasmiy tartib asosida bo'lsin. 7-qadam. Ariza yozishni o'rganing. Oddiy arizada kimga murojaat qilayotganingiz, ism, familiyangiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, masalangiz, ilova qilayotgan hujjatlaringiz yoziladi. Masalan, men yoshga doir pensiya oluvchiman. Menga amaldagi tartib bo'yicha tibbiy, ijtimoiy yoki kommunal yordam imkoniyatlari mavjudligini tushuntirib berishingizni so'rayman. Shu kabi ariza ko'p eshiklarni ochadi, chunki u rasmiy munosabat talab qiladi. Bugun men pensiya guvohnomasining 9 muhim imkoniyatini tushuntirdim. Maqomni tasdiqlash, transport, tibbiy xizmatlar, sanatoriy yo'llanmalari, kommunal va ijtimoiy yordam, bank masalalari, soliq imtiyozlari, parvarish xizmatlari va huquqiy ishlarda qo'shimcha asos bo'lishi. Eng muhim fikr shuki, pensiya guvohnomasi oddiy hujjat emas. U sizning huquqlaringizni talab qilishda boshlang'ich kalitdir. Men sizdan bitta narsani so'rayman. Bu videoni ko'rib qo'yish bilan cheklanib qolmang. Bugunoq hujjatlaringizni tekshiring. Ota-onangizning guvohnomasini ko'ring. Mahalla yoki tegishli idoradan aniq savol so'rang. Agar siz hech bo'lmaganda bitta imtiyoz yoki yordamni aniqlasangiz, bu video bekorga ko'rilmagan bo'ladi. Izohlarda yozing. Siz pensiya guvohnomasi orqali qaysi imtiyozdan foydalangansiz yoki qaysi masalada sizga rad javobi berishgan? Tajribangiz boshqalarga yordam berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensionerning eng katta himoyasi bu avvalo bilimi, tartibli hujjati va o'z huquqini so'rashdan qo'rqmasligidir.